alayhissalomga borishadi. Shunday qilib Muhammad alayhissalom duo qiladilar va hisob kitob boshlanadi. Ammo undan keyingi bo'ladigan holat avvalgilardan ancha qattiqroq. Do'zax bor g'azabi bilan paydo bo'lib, hamma yoqni kuydiradi. Chunki uning oldida son sanoqsiz zulm va dahshatli gunohlar qilgan odamlar turibdi. Ular Allohni va payg'ambarlarni rad etib, mu'minlarga zulm qilgan, minglab begunohlarni o'ldirgan. Ularning yuzlari dahshatdan qotib, hammaga amal kitobi beriladi. Jannat kishilariga uni o'ng tomonidan, jahannam kishilariga esa chap tomonidan yoki orqasidan beriladi. Kitobi o'ng tomondan berilganlar ashobul yamin, ya'ni o'ng tomon kishilar deyiladi. Kitobi chap tomondan berilganlar esa ashobul shimal, ya'ni chap tomon kishilari deyiladi. Va kitob qo'yiladi, bas jinoyatchilarni undagi narsadan qo'rqqan hollarida ko'rasan. Ular bizlarga voy bo'lsin. Bu qanday kitob? Kichikni ham kattani ham hech qo'ymay hisob qiladi-ya, deydilar va qilgan amallarni hozir holda topdilar. Robbingiz hech kimga zulm qilmas. Qaniydi o'sha shaytonning gapiga kirmaganimda. Iltimos, meni kechiringlar. Yana bir imkon bering. Qaniydi o'z nafsimga ergashmaganimda. Qaniydi tuproqqa aylanib ketsam. Jannat ahliga kelsak, ular amallar kitobini olganlarida Qur'on ularni shunday ta'riflaydi. Bas kimning kitobi o'ng tarafdan berilsa, u mana mening kitobimni o'qib ko'ringlar.